Bugun tog'li hududlarga yomg'ir chaqar ekan Azamat. Dam olamizmi usta bu? Albatta, blogda. Ha. Birinchi loy yasab, loy bilan termaymizmi usta bu? Loy bilan tersang vaqtimiz ko'p ketadi Azamat. Blogda opga gap qaytarma. Ha. Marhamat usta bu. To'xta, o'lchaydi. To'g'rimi? To'g'ri. Yo, Alisher. Telefon sinni usta bu. Ona shu bara nima bo'ldi jo'rajon? Nima edi bu? Azamat nima edi bu? Nima qilding o'zsan? O'zing bilmagan holga. Men nima qildim? Blogni kim olib berdi menga? Men olib berdim, telefonni nimaga qo'ydingiz? Tamam, sen to'laysan. Blogni sen olib berdingmi, sen to'laysan. Endi bitimni sotib men yangi telefon olamanmi? Senni yonmayapti bu, nima qilaman? Sinus magazindan olamiz usta bu. Sinimni qo'shib gapirma. Ey, nima so'kinib gapiryapsan sen? So'kinganim yo'q, shunaqa magazin bu. Qanaqa? Sinus. Sinus, kosinus, mosinus, kattangiz qilasan. Qanaqa u do'kon, olib borqani? Yuring. Jada, mana bu tomongami? Mana bu. Qaysi ko'zim ko'rm. Bumi? Ha. Zo'r do'konchi aka Azamat. Zo'r usta bu. Bitta pasport yoki karta o'ziga xohlagan telefoningizni olsangiz bo'ladi. Kartam yo'q-ku Azamat. Tex pasportchi. Moshinga bor lekin. Bo'ladi tex pasport ham. Tex pasportga ham telefon berishadimi bular? Ha, pensiyaga ham beradi usta bu. Seriozmi? Ha. Makulaturaga bermaydimi? O'y tili temir taqib bo'lyapti. Ularni aralashtirmanglar endi usta bu. Bo'ldi. O'sha tex pasportga beradimi? Ha. Hozir olib kelaman mashinani. Ha, tezroq keling. Ana, Jalajon, mazza qilishyapsan-da, bu sinmaygan bu iPhone 7 ga ushlaysiz hozir. Qara, 1, 2, 3, ha, ushla. Onang nima? Ishtima qilmabdi-ku.